Bizmi ba'zida bilib bilmay, nädeki yüzü obro'yini tanışıp, ısrapçılık, bedxashchilik qilyapmiz. Mana mushundaq odamlar, mushu muhabbat bilan atalğının shaniga dog' yetkizdi. Mana bu haqiqiy muhabbat isrofchilik. Muhabbet ısrapçılığı bağma. Yo'ldan chiqamiz. Bu endi biz adabiyotchilarning endi yurak qinimizga singan idealimiz aka. Muşu Muratniki'den başka 4 elan senaryosini baş şirketga apırıp ko'rsatsak bo'ladiki? Pek mühim iş mi ha? Pek ciddi iş. Bunu astoydiliqla olmasa agarda bir chata chiqmasa, lala direktor ishimiz buni egaladi. Shunday bo'ladi direktor. Shundoq. Bu haqiqatan bu şirketning taraqqiyoti bilan zich munosabatlik jiddiy ish. Shuningga hammalar ziknlarni yig'ib olishinglar kerak. İşte sadı bu. Men nima ha? Men ziknlarni yig'ib olma deyapman. Bu pek mühim ish. Ya ne men bu utanço muhim deb yarım saat olsa suzlatma. Bu kafa poskalsın demem söyleyeyim. Qiziq ekan-da bu. Ha? Men nima deyapman hozir? Gapni deb bo'g'chirsin. Aldirabdan. Sami. Mijitga gap qolgan jim o'tirasizlar. Ma gap bo'ldi buni. Bu gapni oldini deb bo'g'chi o'zing tasavvur qilib kaylanib tushirib ketgansan. Nima qaraysan? Bu qo'shilsa. Zat mush bola voqay tatampat gapni qilib meni chichimning tayini qilmoqildi. Yana yurib qilsang bu. Baba lala direktor sizni tushundilar. Hey valla. Bu haqiqatan bu mecid direktor degandek jiddiy ish. O'zimizga va shirkatga munosabatlik bu şirketning mollarini qanday qilganda eng tez suratda setib chiqargan oldu degan faoliyat loyihasidan birini jiddiy vujudga chiqarishimiz kerak. To'g'ri. Bak jiddiy. Tushundinglarmi? Bu loyiha burun shirkat tuzgan loyihalarga o'xshab qolmasligi kerak. Yangi tus elish kerak, xaridorlarning manfaat yetkazish kerak. Uningdan sir shirkatimizning buningdan keyingi taraqqiyotiga, istiqboliga zich moslashgan bo'lishi kerak. Muşu şirketimizin mahsulotini bütün xalq en yakın holatda aniq tushunadigan bir faoliyat loyihasi o'tirib qo'yish kerak. Naydi to'g'ri gap bo'ldi. Maqoliyatning muhim nuqtasi, ha bolalar, mush keng xalq ommasi, bu xaridorlarimizning ishonchini zo'r oshirishimiz kerak. Bo'lmasa qilgan ishimiz nol. Nol bo'ladi. To'g'ri. Bu planni va bu mecid direktorchimiz toz yaxshi o'ylashdik. Biz Muşu faaliyet arqılıq bir türlü emas, hamma turda biz şan-sharafni hech kimga tatqis qo'ymasligimiz kerak. Bunda qilganimizda Fazil direktormi xo'sh bo'ldi emasmi? To'g'ri. Ha biz Fazilni biznikga umidini yerga qo'ysak bo'lmaydi, bolalar. Ha? Eng muhimi, ha Fazil emas, eng muhimi yana bizning tarmoq shirkatimizning yuzi. Bu yuz yana ishab o'tgan hammamizning yuzi. Shuni jini fikrlarim astoydil bo'lishimiz kerak. Shunga biz muşununğa en yaxshi loyihalardan birini tuzib chiqishimiz kerak. Sizlar degan yosh, tasavvuringlar yangi, har bir vaqt ideyaringlar yangilanib turgandan keyin mukammal bir yangilik tusi olgan bir loyihani o'tirib qo'ya olasizlar. Sizlarning har bir ideyaringlarda yangiliklar urg'ib turdi. Yangiliklar ko'p. Qanday ishonchinglar bormi? Bor. Voy! Ovozinglar bek bo'shqu. Kimning loyihasi amalishib o'ssa, 10 ming mukofot puli bormi? Vay. Qiziq balada mana bu, ha? Pulning gapini anglab mana yuqori ovozda naqshidek to'g'lab ketganini bulup matatam patini. Qiziq balda. Qiziq balda ekansan. O'tdan qopsan shu pulni bilg'imdi sizlar. Bak ishning unumini ko'rsak bo'lmaydi, men deb qo'yay. Ha, malini chataq chiqib bo'lmaydi. Ha, bu Roshan Gulsami, ha, bilasizlar. Ma'qul. Xatirjam bo'linglar, ishqinglar borsanglar bizni yetaklab biz cho'qim yaxshi qilamiz ya bolalar ya. Menimcha, ishonchimga urg'ib teshib turadi. Roshanga bek teshib ketmasin. Hamda teriniz bardosh qilmay yitilib ketma. Alloh, mehmonlar bir ishni topshirib adam xatirjam bo'laman. O'ziga ishonch bo'lgan yaxshi ish. Amiz chataq chiqmasin-chimi bolalar? Ha? Bu shirkatimizning shon-sharafi sizlarning qo'linglarda. Cho'qim tirishmasanglar bo'lmaydi. Anglama. Lala direktor inch bilan tushundirdi. Gap bormi? Yo'q, men bilma. 10 ming qo'yning xiyolda tasavvurni boshlab ketdinglar qachon.
Ha, erkeklikka muş lahiyani birlik tapşırsızlar. Başka iş var mı? Başka iş var mı? Hazır başlasın. Hazır başlasın. Kada. Maşallah. Vallahi. Mühim iş mi ki? Mühim iş. Astoydil bo'lmasa bo'lmaydigan ish. Inchki ish. Xeli ravus tasavvur qilmasanglar yetolmaysizlar. Qanday? Kallanglar bir narsa kelyapti-da. Ya. Yana. Matatan patanama yana. Vallo. Graf götürüyorlar. O materyal görmüş. Moda kompüter tikilmiş. Şeycim. Oğlum şokolad yalatar siz? Yok. İlham izle. Tamam. Bak kulurum. Yanıl benim ta'kidlaydiğim ortaklık. Hemimiz birlikte fikirleşip, münazirleşip, birlikte fikirlesek çokum yaxshi bir plan çıkıyor. Bo'lmasa, bulturqidek bulturqidek ancha-muncha tatan-pat ishlar yuz berib qolgandek qildi. Ma tatan-pat bilan mana Roshangul biladi. Shuningga qarang güzel fikr. Siz şirketdagi kotib. Bizga eng yaqin odamsiz. Uningsiz aqllisiz-ku. Ma tatan-patidek o'z oldingizga bu ishdan chiqib ketmaysiz. Tushundingizmi? Voy Mejitga, voy siz degan bizning cho'ng, peshqadam, uning ustiga xizmat tajribangiz mo'l tursa, albatta sizni maslahatlardan xotirjamman. Yaxshi. Shunday bo'lish kerak. Maslahat bilan qilsak yaxshi. Chunki bu shirkatning ishi, bu shaxsiy ish emas, to'g'ri? Vaqt bor. Bugun ata 24 soat. 1440 minut. 86 sekund degan gap. Manda hesaplaymiz. Xotirjam bo'lgan Mijitga. Men Murat bo'lmasa birda. Ay. Ayacan. O'zing chiqdi. Mishtakdan jiq ko'rgan ayacan ishlar. Ayacanlar var aramızda. Qanamsa davomlashtirib tasavvurlarni qo'yinglar. Lekin xatolik ko'rilib qolmasin. Janoblama Lala direktorning oldida yuz to'kildi qayshi. Bilanda? Xotirjam. Vay kim? Sizlar loyiha ko'rsatadigansizlar? Hem bundan bir vaqt ko'rgil olmaydi. Birdan ko'rsatmamsizlar. Mana ne qilasan bizga qilib Ha qani, ha bunlar kiringlar. Dik turgan boshqa so'tirsa. Ha. Loyiha anglab tutdimi? Ha bunlarni. Yaxshi. Anda bo'lsa, bu loyihalarni birdan anglaylar.
Qandaq oldu? Hadi. Ha başla. Hoşçakal. Hey. Ha. Şu. Bu çok müzik kanalı değiştir. Bek ne hiç oyunluk tapqanlar ya. Bek çok atattım. Onun diyene sınav qilib özüm degan. Şu endi deyman. Sizni shu loyiha deydi deb saqlab o'tiribdi. Ha, sizlarga. Mening loyiharim bo'lsa, shokolad yeyish musobaqasi ilib berish. Yaxshilar, tomoshabinlar. Buguncha biz bu yerda bir shundoq katta, shundoq tayzi bir musobaqa o'tkazmoqchi qarorlar. Bu musobaqamiz bo'lsa, shokolad yeyish musobaqasi. Oldindan sizlarga bu shokolad yeyish musobaqasida qatnashgan moyillarni tanishtirib o'taman. Shavma, Murat. O'tag'an qizaloqasi go'zal. Jarab o'tish shirin serig'ini chiqib o'tag'an balosi Samiy shoir. Amsa musobaqamizning tartiblarini tanishtirib o'taman. Men har bir moyilga 10 tadan shokolad taqdim beraman. Ondan keyin shu belgilangan vaqt ichida 10 ta shokoladni kim eng tez surat yeb bo'lsa, kanalda birinchi bo'ldi. Amsa taqdim beraman. Güzel. İlahi kız kolu içip kalandı. Hazır başınız alıp durmadı da musafır. 3, 2, 1, başladı! Yapayalım tabii yaxşı ya şoma büyükay, o şoma büyükay. Murat oğalı da kuş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 
yılı. Her sami. Yaxşı tatlıma gel. Yalla. Vay mimanda maçak oslaydıgan lan Murat. Hiç yemez kan güzel sıkıntı. Her kulağı tepam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak başladı. Endi kulağın sakatlansına bakaydı ya. Şuna lan. Karama şoma 10 ming'ini yapıptım. Murat sizin ikiniz bakaydı. Aram bir talını yap bulamadınız. Bir talını yap bulamadınız. Ya. Siz çok ben... Böyle. Şikin yaptı şikin. Oldu neydi o? Vay karagızın cimen dağıttı. Demek bugünkü musabakımızda kim değil? Şalma! Şunlar işte yapağın ikili. İşte yaydı şu. Yani şu yapağın işte dayıda çıkıyor. Ha? Ornunuz verip durun. Ha, yani kaysınlar da baksınlar. Set oluyor. Sönendey. Hoş. Dur. Oo. Benim lahiyerim. Kırım kılış musabakası. Yok. Hem de şu bizim hanım kızlarımız güzellikle intayın söygenlik. Ben şu hanım kızlarımızı gözü tutup şu kırım kılış lahiyesine oturup düzdüm. Ben de bakayım o. Benim bu lahiyemde Tamashibin dostlar yaxshimisizlar? Navbatda boshlandığını grim qilish musobaqasi. Bu musobaqamizda kim eng tez suratda eng pokiz, eng chiroyli grimni qilsa, shu kishi birinchi bo'ldi. Men mayirlarni tanishtirib o'tay. Birinchi nomerlik mayir Shoma. Ikkinchi nomerlik mayir Roshangul. Uchinchi nomerlik mayirimiz Murat. To'rtinchi nomerlik mayirimiz Samin. Men sizlarga grim buyum taqdim hozir. Taqib bo'lgandan keyin biz musobaqani rasmiy boshlaymiz. Diqqat. Mayırlar dikkat qilinglar. Endi musobaqamiz rasmiy boshlanadi. Tövəndə mahirlərimizni bahalaymiz. Şoma.
musobaqamizning natijasini e'lon qilaman. Bugungi musobaqamizning chempioni Ro'shangul. Shunday qilib shu birinchi bo'ldi. Eng chiroyli qilgan odam. Bo'ldi. O'rningizga o'tirib turing. Mijitga. Ha. Kim keldi? Ha, qaytinglar. Oho. Ha. Ha. Endi seni seypidinden hemen otuq salam. Ha, sizlerge salam. Ha. Bundan sonra ben layanı bir okup çıkay. Ben 24 saattan içinde şunda çok nurgun materyallarını görüp şunda tasavvurumni keng koyup etken. Koyup şarkılık ben şunçilik emdi bu şirketimizden istiqbali terakkiyat için en yaxşı olan layamsız çıktım. Bundan hiç nemge erzmedim. Benim layam malaniki okşaş az son bilen az payda aldıran layamız. Meniki zor somu silip zor payda aldıran laya. Ondaqsa ben bu layamı tanıştırıp ötey. Menin layam olsa şirketimizden havada zor meblağ silip işlendiğen güzellen tanış musabıqsı. Hanımlar, efendiler, yaşınızla keşkinler hayırlı olsun. Hazır şirketimiz zor meblağ silip uyuşturgan güzellen tanış musabıqsı endi başlandı. Onda olsa hemmeğlarga yana bir kıtım güzellen tanış musabıqsının şartlarını dep ötey. Birinci şartı olsa kız bola çokum güzel çıraylık buluş gerek. İkinci şartı sılva oruk buluş gerek. Üçüncü şartı boyu 1.70'den egiz buluş gerek. Dördüncü şartı olsa çokum boytak buluş gerek, muhabbeti bulmaslık gerek. Beşinci şartı ata-anasının pulu buluş gerek. Yedinci şartı kız oğlunun çokum katı maşinası buluş gerek. Sekizinci şartı kız oğlunun ayrım üy buluş gerek. Dokuzuncu şartı olsa erinin bakal iş gerek. Onuncu şartı olsa men yaxşı görüşüm gerek. Onu emse hürmetli tamaşı valla musabıqımızdan resmi başlap kelsek. Kine kızgın kavakla bilip birinci numaralı güzel han kızımızda sekdeki teklif tutsak. Kine merhaba. Çabuk. Mana musabıqımız, bizden uyuşturgan güzellerine tanlaş musabıqımız muşundak güzel kızlarını muşundak güzel kızlarının kip kadışını çin konuda ümit kıldı. Ümit kıldı emez, memi çin konuda ümit kıldı. Emse suallarımızı sorak kessek. Birinci numaralı han kız, siz tulumu güzelkensiniz. Emse muhabbetiniz var mı? Yok. Muhabbetiniz var mı? Var 5-6. Siz qizlarning omroqmi? Endi qizil rengi amrak desam bo'ldi, lekin men jinimdan o'chiramchu. Siz unaqa bir umr eringizdan biqib o'tishga rozimi? Yo'q. Ne ishga rozimi? Er kishini ham xotin kishini boqmamdi. Sizga yangi davr ishdan bo'lmaydi deyman. Er kishilar degan jafoli xizmat qilib topgan puli oralla endi sizdek boy qizlarni ishlamasmi uyda puli bo'lgan ekan, eringizni boqmamsiz deyman. Yo'q, men unda er kishilarni yaxshi ko'rmayman. Güzel. Muşken xalq ommasdan oldin men sizga shundoq bir to'y taklif qo'yay. Men tegishni xohlamsiz. Men tegishni xohlayman demasiniz. Bu musobaqada siz birinchi, güzel birinchi. Mana bu ishdan o'dan bu musobaqa qatnashgan güzellarni mukofotlab, endi men bo'yta qo'ygan ekan, endi to'yimni qilib qo'ysanglar, sizga ko'p rahmat aytaman. Bu zor meblağlı şirket mahsulotlarni sana saldigan faoliyat bo'libdi-ku. Ya. Ha bo'ldi. İtte tatapet. Onu berib tur. Rahmat. Tamam. Ha. Oy. Mijitka, lalada. Endi shu men shu
sizlarga topshirgan ssenariyni hamda vaqtida yozib ber, vaqtida topshirib o'tay deb o'ylagandim. Lekin endi ma Popayga tutish qilib qopti mencha. Shunga bir puturib andin yozaymikin deb o'ylashdim. Uning ustiga o'zinglarmi bilsizlar, men bak astoydil bir ish qilsam, shu haqdaga yetkazib qilmasam, unmaydan qo'yim bacho. Shuning endi bu ssenariyni endi bir kirishib yozib kelsam, shunda yaxshi chiqib qolsa, shunlarga bosh shirkatga yarab qilib, yondan ochilmoqchi bo'lgan tarmoq shirkatga men muavin direktor qilamiz deb tarbiyalash aktiv qilib qolsa, bolalarim sal kichikchu. Ayolim o'z yolg'iz beqib bo'lmay qolgandak, shunga pek oldirishib ketib qolamanmi deb shunga ssenariyni vaqtida bitamidim. Bizning ishxonaki bolalar yezib bo'lgan vaqtdan topshiraymi deb shu Popaykamni bir bitirtay deb o'ltadim qaranglar. Sizlarmi bir xafa ketmanglar. Men Popaykam pis ishkanligi biradim, sharpaya biradim paypoq to'qib beraman. Juma mejitga. Laladi. Bu lahiyeni tüzeyemedin de. İşte bu kadar. Ormuz kayttım. Böyle bu baba da öyle. Laleciyle. Bu bir sofa. Dur korkun. Bu bir sofa嘛，一直都是被模仿的，从来没有谁超越过我。我这个计划是成功的。就是这个这么个事情，你好好没事。真让人刮目相看呐！啊，算了，你也回去站好吧。Muşunu lahiye buldu mu? Küçük balıma biz? Xeyridarlar bu lahiyenin göz nimedeydi? Bizim mazak kımamdan? Keni məqsadın düşendirilişi. Ma hepsinin lavabı ali məlumatlı xadımlar. Muşundak lahiyenin sünüştün nomuz kımıdınlar mı? Mecit direktor. Siz bularning lohiyasiga yetakchilik qilmoqchi bo'lgandingiz. Yetakchilik qilganingizmi? Hay, buning nerede kamchiligi va qanday qilish kerakligini o'rgatmadingizmi bularga? Qisiq qilasiz ularga debdi. Men mijit müşterilerlerini yüklenmemişler. Gel müşterinin özüde. He? Ben bunları düşendirip yol başlatmamışça onun koyunun destinde aldırıp tutup tasavvur peki iş getken ki bulanın. He? Ben bildim bulanın için tetepedi. Bu 10 ming koy mukofot sommasini hammalarning besilib qolgan talantini urg'ub turgan ruhi yoshiringan talantinglarni ha mushundaq yangi tuyg'ularinglar uyg'otish uchun ta'sis qilgan mukofot bu. Bo'ldi. Bu loyihalarni bozorga solsak hammamiz shuning uchun badal to'lab turibmiz, kishining mazaq qilishini qilamiz. Bo'ldi. Bu qadar faoliyat amalga qolsin. Ben kişem bak, pırtı, para. Sıkmalı kendi ama. Allah Allah direktörüm, çekine çıksa ya. Köyden mi ben? Bana. Can tatı. Maşkin. Senin aldığında ötmegen mi bu ya?
Jim turaqda. Tepe qilmay. Ko'z olma, Lala direktorni. Ha? Sizlarda zo'r umidlarni kutgan. Ha? Lekin-chi, umidini sizlar yerga qo'ydinglar. Ha? Nima degan shaxsiyatchilik bu, ha? Nima degan shaxsiyatchilik bu tuzgan pilarni? Ha? Bu degan bir umumli bir shirkatning ish tursa, ha? Men dedim-ku, menim ta'kidladim-ku, o'rtaq, ha? Ba, maslahat bilan qilsa yaxshi chiqadi deb. Mana haziq baldikasi. Bas. Bersha, ayak bersha. Hamimiz o'rtaq o'tirib, obdan bir maslahat berayman. O'tgan deganga o'xshash, Lala direktorni inchiga tushundirishi bilan, sizlarning loyihalaringlarni ko'rgandan keyin, yana azroq o'zgarish boshqacharoq bo'lgan bir loyiha, faoliyatni uyushtirib chiqdim. Buni menimcha buni bir xalq maydoni, yoki hech kim odam jiyib bo'lgan to'plashgan yer qilsa, menimcha unumi texim yaxshi bo'ladi. Masalan, alayda musobaqa xarakterdagi narsalar. Masalan, xaridorlarni ichib, masalan, Lala direktorlar şovma işti deydi. İkisi masalan ya 1 minut yoki 5 minutda qancha butilka bizning shu ichimlikni ish qila oladi. Ko'rib kim chiqsa, mana shu mukofotlaymiz, taqdirlaymiz. Endi tafsili deganda manda bo'ladi. Endi ashna musobaqalarni o'rlashtirib biz, qilgan vaqtimizda mana birinchi bo'lganga 30 ishchimlik 5 million naqd. İkinci bo'lganlarga 20 ishchimlik 3 million naqd. Endi uchinchi bo'lganlarga 10 ishchimlik 1 million naqd bilan mukofotlaymiz. Bu xushunda bo'larmish mukofotchi. Endi anadagi bu qatnashuvchilar bor. Atrofda tuqqanlarchi, bularni bir ishni sovg'a qilamiz. Mushunda qilgan vaqtimizda shirkatimizni, mahsulotimizning tashviqotlari tafsili qilindi. Shunami? O tafsili qilindi. Buning bilan biz xaridorlarning, mahsulotlarni tushunishini texnik qo'lga keltiramiz. Masalan, Samim berib ortiq tushuntirib turdi, Murad berib tushuntirib turdi, Roshan berib tushuntirib turdi, men berib tushuntirma, balki Lala direktorim berib tushuntirdi. Ashtab olmishib turibmiz-da biz. Olmishib turib, xaridorlarning yuragini tartimiz bo'ladi-ku. Mana ana mahsulotlarni e'tibor bilan sotamiz. Tushirimiz ba'zi. Ham ko'p og'alarga sovg'a qilish faoliyati o'rlashtiramiz. Faoliyat jiq mana, Anaki vakolat bog'lanchi. Isqaysan qalsizganda vakolatchi bo'lmaydi. Ularga texnik yengil siyosatlarni yo'q qo'ysak, menimcha Lala direktor degan nishonimiz yetarli. Bu faoliyat loyihasi menga yardi. Bu loyiha orqali xaridorlar bilan mallarimiz o'tirishga tushunishni aniq qilib tushuntirgili bo'ladi ekan. Xaridorlarga nafmi yetadi ekan. Bu loyihani vaqtida bosh shirkatga yo'llab ma'qulligini olaylik. Bo'ldi. Bo'ldi, Dentikicha Azat apandan bizim şirketga keldik. Faqat bo'lmasa bo'lmaydi, bu meni she'rim e'lon qilga o'xshaydi. Bu yaxshi yo'l sizlar doim gapini qilib beradigan bizning qo'ni xizmatdoshimiz Shamsiyachi. Bunda ishli vallah. Bu gapni men bizdan boshqa to'liq bo'lmishi Mechitkan anglab qolmasin. İmtihonlardan e'lon etishdan o'tib bo'ldim. 6 oydan keyin Xushxumonlar. Tepdimi? Muhabbetni qatamda qatla. Nima muhabbatni qatsa, nima muhabbatni men bir seni talab qo'yamdim.